Assalomu alaykum подписчикларым, obuna bo'lgan obunachilarim, like bosgan, obuna bo'lgan obunachilarim, niyatini olamiz. Bugungi uchramimiz sizga sehr qilinyaptimi, ziyon yetyaptimi, shularga ko'ramiz. Sizga sehr qilinayotgani, kim tomonidan qilinayotgani ko'ramiz. Obuna bo'lgan, podpiska bo'lgan obunachilarimni like bosgan. Shularning niyatini oldim. Podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan, like bosgan obunachilarimning niyatini oldim. Bugungi o'chirimimiz sehr bormi, bizga sehr qilinyaptimi, shu temada ko'ramiz. Da, sehr bor. Ayrimlarimiz tozalov qilgan, ayrimlarimiz hali tozalov qilgan bo'lsa ham joyiga tushira olmagan. U sehr qilinayotgan sehr ko'plarga sehr qilinyapti. Uchinchi shaxs orqali bo'lyapti bu. Например, siz agar oilali bo'lsangiz, eringiz tomonidan yana boshqa ayol tushyapti. Shu tarafdan ham qilinyapti. Agar turmush qurmagan qizlarimizga bo'ladigan bo'lsa, turmush qurmagan qizlarimiz ham chiqyapti bu yerda. Fotiyalanib, fotiyasi qaytgan qizlarimiz ham bo'lyapti bu yerda. Ularga ham sehr amal qilingan. Ko'plar sehr amalini tozalov qildirgan narsasi ko'pga bormagan. Yana shu narsa takrorlangan. Ko'plarimizda chala qolib ketdik. Ayrimlarimizda chala bo'lgan bu narsa. Pul taraflama, yo'l taraflama, sog'lik taraflama sehr amal qilingan deyapti bu yerda. Har taraflama yopiqlikda turibdi. Kimlarnidir yuragi sanchiydi, kimlarnidir ko'p bosh og'riydi, kimlardir kechasi uxlolmaydi, asabiy bo'lib qolgan. Uchinchi odam orqali qilinyapti. U uchinchi odam niyati, uchinchi shaxsning niyati er-xotinlarning o'rtasiga ko'pisi sovuqchilik tushirish bo'lyapti bu yerda. Er-xotinlarni ayirishga qilinyapti. Er-xotinlar bilan o'rtada sovuqchilik bo'lishiga, yoshi katta, yoshi o'rta yoshlik ayol tarafdan, endi yoshi katta ham emas, yosh emas, o'rta yoshlik ayol tarafdan bo'lyapti. Bu ayol kishimiz juda umniy qiladigan ishini, yo'l-yo'rog'ini biladigan, har taraflama qiladigan ishini, plus minuslarini oladigan ayol bo'lyapti. Bu yerda ko'rib turganimizdek, ko'plarimizda sehr bor, ko'plarimiz tozalov qilyapmiz, ayrimlarimiz tozalov qilyapmiz, ayrimlarimizning tozalovlarimiz chala. Uchinchi shaxs orqali bo'lyapti. Kimidir qaynonasi tarafdan bo'lyapti, kimidir ko'psi bu yerda uchinchi shaxs kimningdir eri agar uchinchi shaxsi bor bo'lsa, o'sha tarafdan ko'proq tushyapti bu yerda. Ayrimlarni tozalovi oxirigacha bo'lmagan. Bu tozalovni qaytadan tugatib qo'yish uchun davom ettirish kerak bo'ladi. Ko'rolmasliklar, hasaddan oladigan narsalar, kimlardir uy olish kerak bo'lyapti bu yerda. Uy ololmasligiga, ishi orqaga ketishiga qilinyapti. Kimlargadir bu yerda pul masalasi tushyapti. Pul borasida ishlari yaxshi bo'lib ketishida yo'lini to'sish uchun baxt yo'llariga qilinyapti. Ayrimlarimizni fotiyasi ko'p, ayrimlarimiz emas, ko'pchiliklarimizni fotiyasi qaytgan bu yerda deyapti. To'y bo'lishi kerak bo'lgan, fotiyalangan, to'yiga oz vaqt qolganda уже fotiyasi qaytgan qizlarimiz ham bo'lyapti. Bularni tozalov qildirsa agar ishlari yurishib ketadi deyapti. Tozalov bo'lishini bu yerda aytyapti. Hammamizda ham endi bu bor deb ayta olmayman. Ayrimlarimizda bor, ayrimlarimiz tozalov qildirgan, ayrimlarimizga chala qolib ketgan, ayrimlarimizniki tozalov qildirgani bilan yana shu hol takrorlanaveryapti. Уже ko'plar charchagan, ko'plar asabiy holatda, ko'plar bu narsaga уже
ishongiz ham kelmay qo'ygan bo'lmagan narsa deb o'ylaydi, lekin bu narsada ko'p ziyon ko'radi, ko'p aziyat chekadi. Shifolanish uchun doktorga borsa ham, lecheniyalar olsa ham foyda bermaydi. Ko'plarda sehr bor, ko'plarda tozalov chala, ko'plar shifolanish uchun o'zlarini qarashtirib turishibdi. Sehr amalini har kim ham tozala olmaydi. Ko'plarimizniki qilingan sehr yaxshilikka emas. Ko'plarniki tozalovi joyiga tushmagan deyapti. Bu yerda ko'plarniki, ayrimlarniki chala. Ko'plar ham bunga kuchi yetmaydi tozalashga. Tozalov deganda endi hamma har xil tushunadi-yu. Shunga bu tozalovimiz chala qolib ketganlarniki o'zi qarashtirishi bilan, tozalov qilishi bilan hech qanday natija ko'rmagani sabab yarim yo'lda to'xtatib qo'ygani chiqyapti bu yerda. Sizlarga maslahatim, shifolanib shifo olishingizni maslahat beraman. Chala qoldirganligingiz, chalalingizni to'g'irlatib davom ettirishingizni aytaman. Doktorlik ishlari bor odamlar bu yerda kam. Ko'pisiga sehr qilingan.